dushanba va payshanba kuni Alloh taolo jannatning eshigini ochib, dushanba va payshanba kunlari bandalarning amalini qabul qiladigan kun ekan. Dushanba va payshanba kun bandalarning amali ko'tarilib Allohning huzuriga chiqadigan kun. Ben savob amallarni ko'tarib olaman degan oyatda keladi. Lekin Xudo aytar ekanki, falonchi bandani amalini osmonda to'xtatib turib, muallaq ushlab turib, nimaga? Nimagaki u falonchi do'sti bilan gaplashmay yuribdi. 3 kundan ortiq, 3 kungacha mayli dedi. Ikki mo'min janjallashsa, sal xo'ridan tushib, bu ham sal bir hisob-kitob qilib, bu ham sal uyga borsa, o'ylab to'xta, nima bo'ldi o'zi, kimdan ayb bo'ldi, men nima deyishim kerak, u nima dedi. 3 kun yetadi shunga. 3 kun mayli ruxsat qilamiz. Lekin 3 kundan ortiq payshanba va dushanba kunlari amallarimiz qaralib turgan bo'lsa, 3 kundan ortiq payshanba va dushanba kunlari amallarimiz osmonda muallaq turadi. Bulutga o'xshab turadi. Na yerga tushadi, mana osmonga. Dushanba va payshanba kuni Alloh taolo jannat